Endi quloqqa eshitish uchun sal yaqinroq gapiramiz-da. O'tirib olavering. O'tiring begim, o'tiring. Aziz va muhtaram Inomov Muhammad Ibrohim ota, sizdek mo'tabar faxriyimizni xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Rahmat. Rahmat. Vatan ozodligi yo'lida mardona jang qilib, insoniyatni fashizm balosidan asrab qolishga munosib hissa qo'shgan, o'z siymosida bir asrlik tarixni mujassam etgan ulug' inson sifatida siz hamisha xalqimiz, davlatimizning mehru ardog'idasiz. Rahmat. Xalqimiz siz bilan haqli ravishda faxrlanadi. Rahmat. Sizning urushdan keyingi og'ir tiklanish yillaridagi fidoyi mehnatingiz, mazmunli hayot yo'lingiz ham el yurtimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabidir. Rahmat. Mana shunday tabarruk yoshda ham oltinga teng duolaringiz, maslahatlaringiz bilan yangi O'zbekistonni barpo etishga katta hissa qo'shib kelayotganingiz uchun sizga ko'p millatli xalqimiz nomidan, o'z nomimdan chuqur minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Rahmat. Biz uchun mardlik va qahramonlik timsoli bo'lgan, hayotimizga alohida fayz bag'ishlab kelayotgan siz kabi aziz va mo'tabar faxriylarimizni e'zozlab, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish bundan buyon ham doimo muqaddas bo'lib qoladi. Rahmat. Shunday ulug' ayyom kunlarida sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilayman. Rahmat. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Mana tabriklari. Yaşa. Mana endi gul. Mana shu yerga qo'yamiz. Rahmat. Endi eng asosiysi bu yil hurmatli prezidentimiz ulug' vatan urush qatnashchilariga $10,000 rag'batlantirish qilib sovg'a berib yuborganlar. Juda yaxshi. Mana bir ushlab ko'ring. Necha dollardan iborat. 100 ta. Voy voy. 100 dollar deyman. Vay 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 vay. 30 million degan. Talijonlari sog' bo'lsin. Mana dollarda qilib berdilar. Cho'ntakka soling endi buni. Juda cho'ntakni zo'r bilishadi lekin. Sherdami yo'qsa to'xtang. Tushirib qo'y. Mana qaramay turing, mana gaplashib. Endi gapirib Firma qotdi. Mana medal bor 80 yillikka, alohida sizga. Voy yaşa. Mana shu yerga toqamiz-a. Ha, uni qo'shimcha qilib. Ha, endi mana shu yerda tursin. Mana shu yerda tursin. Ha. Qani o'tiringlar-chi. O'tiring.